2011 va 2012 yillar. 2011 va 2012 yillar Notch mikrofonini yaratdi va u zerikib qoldi. Chunki u oddiy bloglarni yaratgan edi va odamlar o'yinchilar zerikib qolmasligi uchun u sirli bloglarni yaratgisi kelib qoldi va Notch o'zini qilgan ishidan sirli bloglarni yaratdi. Bu sirli bloglar odamlarni qiziqtirish uchun yaratilgan sirli bloglar. Lekin 90% odam buni bilmaydi sirli blog. Va bugun men sizlarga mana shu sirli bloglar haqida ma'lumotlar topib kelganman. Ungacha sizlar obuna like bosib bosib qo'ying. Unda bizga birinchi sirli blogimiz. Buning nomi Barrier. Uni orqada ko'rsataman. Bunaqa chiziqcha va give deb yozasizlar. Undan keyin kuchukcha S va Barrier yozasizlar. Va mana paydo bo'ladi. Bu sirli blog nimaga yaratganini Notch. Bu sirli blog juda ham sirli. Chunki bu yaralganida haligacha hech kim bilmaydi. Bu sirli blogda yana bitta xususiyatlar bor. Bu sirli bloglarda xususiyatlar bor har xil. Bu sirli blogda esa ko'rinmas bo'lar edi va bu yana bitta yomon tarafi vyijovaniyada buzolmaysizlar. Agar sizlarning qo'lingizda bitta barrier bo'lmasa, qo'ygan barrierlar ko'rinmaydi. Ikkinchi blogimizning nomi Border. Va uni olish uchun ham hozir sizlarga yozib ko'rsataman. Give kuchukcha S va Border. Keyin pastga chiziqcha blok. Va olamiz. Mana bu blok. Bu blok ko'proq chegara qurishlariga ishlatiladi. Kerak oladi. Buni xususiyatlari ham ko'p. Bu ko'rmas bo'lmaydi, lekin buni har doim vyijovaniyada sindirib bo'lmaydi va agar sizlar mana shu tepasidan o'tmoqchi bo'lsangiz, o'ta olmaysizlar. Agar krifti bo'lmasanglar. Krifti bo'lsangiz o'ta olasizlar, lekin survivalda o'ta olmaysizlar. Bu blog juda ham hech kim bilmaydi bunaqa bloglarni. Shuncha menga like, obuna qilmasdan bosib qo'ying. Bundan ham qiziq videolar hali chiqadi. Birinchi blog. Buning nomi hozir ko'rasizlar. Kuchukcha S va Low. Mana. Bu blogimiz ham o'zini bo'lmaydi. Nimaga kerak edi? O'zim bilmayman. Lekin bu sindirib bo'lmaydi va u prosta qattiq, Bedrockdan ham qattiq blog. Ular mana shu ko'rsatgan bloglarim hammasi o'xshaydi va bu hech qanaqa mod emas. Ikkinchi qism uchun 25 ta like bersangiz ikkinchi qismi chiqadi. Unda xayr La vida es un carrusel.